Assalomu alaykum kanallarımız hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz Urganch tumanida Tandirchida Farovon to'yxona orqa tarafida 1 qavatli 165 kvadrat metr bo'lgan tayyor xonadon bilan tanishib o'tamiz. Mestasi zo'r, teki ajoyib mestada ekan. Bu yerda mashinkadan mestasi bor, kanalizatsiya chiqqan. Bu yerda zеленый zonalari, fasadlar travertin qilingan, gaz sho'chlar, svet, suv sho'chlar hammasi qo'yilgan. Bismillah deb giramiz, girgandan keyin dalani ajoyib katta dalon, ya'ni 320 laba uzinasi 10 metr razmerda tushgan, oyoq tiklari pol qilingan, pollar ham laklangan. Hurmatli vatandoshlar, xonadonimizda eshikdan ko'madi ekan, hamma olib ketiladi. Devorlar polni oboy. O'ng tarafimizda bu yerda rakovinalar bor, kafellar qilingan, patologlarimiz notijo, lyustralar asilgan. Bu yerda elektrika avtomatlari qo'yilgan. Hurmatli vatandoshlar, ajoyib mesda, ham joyimiz tayyor, narxi 440 million so'm aytilib turibdi. Birimiz 3/6 razmerda zal qismi bo'ladi, oboy qilingan devorlar, ham joyimiz baland solingan. Balandligi 3,5 metrgacha bor. Lyustra osilgan, notijo qilingan patologlar. Bu tarafimizda spalnisi 3/4 razmerda spalnimiz, yoki ajoyib gulli oboylardan foydalanganlar. Kendizler ham qilgan, eshiklar MDF eshiklardan. Bu yerda cho'yin registrlari bor. Bu tarafimizda esa 324 razmer oshxona qismi bo'ladi. Fortiklar qilingan, bu yoqda sanuzeli, bu yerda esa spalni qismi bo'ladi. 3/4 razmerda devorlar oboy, kendizlar ham qisilgan. Aynalar plastik ramlarni ham cho'yin registrlari qo'yilgan. Hurmatli vatandoshlar, sanuzelni ko'rsatib o'tsak, sanuzelar ayakçılar kafel, diyorlar ham kafel. Bu yerda kotellar bor, kiyim mashin to'shalari, ondan unitaz, rakovina hammaga qo'yilgan. Royal firmalar, aristolar ham bor. Bu yoqda vatandoshlar bog' qismi. Zеленый zonasi bor. Yozgi topchalar ham qo'yilgan, naveslar qilingan. Hurmatli vatandoshlar, yurtgansin joyimiz kichkina emas, katta tushgan. 165 kvadrat metr. Dokumentam 100% tayyor. Ajoyib joy, polni oboy qilingan, patologlar notijo bo'lgan. Hurmatli vatandoshlar, bizlar orientarini yana bir eslatib o'tamiz. Urganch tumanida Tandirchida Farovon to'yxona orqa tarafida 1 qavatli 165 kvadrat metr bo'lgan xonadon. Narxi 440 million so'm. Gelishada yeri bor. Gelishda üstünde so'zlashib, gelishib olishlari mumkin. Ekranlarımıza abone bo'lsa, abone bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab tursanizlar, sizlarga qo'ldan kelgancha arzon, ajoyib sifatli xonadonlarni taqdim qilib boramiz. Hammaga sog'lik, omonlik tilaymiz. Keyingi roliklarda görüşünce xayrlab qolamiz.